Sarvar nima qilyapsan ukam? 40 ta yeysan kapotni. Akifixdan olib ketgan ekan. Kapotga, Captivankiga. Mana mana shu Akifixdan oqib ketgan ekan. Optik ko'rsatdim men buni. Qara, bolalar mana mana shunaqa pichoqni olib qo'liga mana shunday qilib tozalab o'tiribdi. Bunda yotqizib tozalashda qirilib ketish ehtimoli bor. Ehtiyot bo'lib, buni hozir tozalab, faqat bo'lmasda boshqa yo'l bilan tozalaymiz. Kapotga Cosmos Premiumdan bron plonkalardan urib beramiz. Mana mashina narsani kim biladi? Kapotga bron yopishtiramiz-da. Yopishtirishdan oldin mana mashinani yopishtirib qo'yamiz. Nimaga? Nima sababdan? Sarvar nima qilyapsan ukam? 40 ta yeysan kapotni. Akifixdan olib ketgan ekan. Kapotga, Captivankiga. Mana mana shu Akifixdan oqib ketgan ekan. Optik ko'rsatdim men buni. Qara, bolalar mana mana shunaqa pichoqni olib qo'liga mana shunday qilib tozalab o'tiribdi. Bunda yotqizib tozalashda qirilib ketish ehtimoli bor. Ehtiyot bo'lib, buni hozir tozalab, faqat bo'lmasda boshqa yo'l bilan tozalaymiz. Kapotga Cosmos Premiumdan bron plonkalardan urib beramiz. Mana mashina narsani kim biladi? Kapotga bron yopishtiramiz-da. Yopishtirishdan oldin mana mashinani yopishtirib qo'yamiz. Nimaga? Nima sababdan?